Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onajon, yaxshimisiz? Bezovta qilmadikmi? Yo'q, bezovtaman. Onajon, avvalambor bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Onajon, biz Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Onamning duosi meni asraydi kanalidan bezovta qilyapmiz. Kamini Kamtarin Shahzodbek Onamga maktub loyihasi boshlovchisiman onajon. Bizning kanalda Onamga maktub degan loyihamiz bor. Bu loyihamizga farzandlaringiz va nabirajonlaringiz maktub yo'llagan ekanlar. Rahmat. Agar ijozat bersangiz onajon, ushbu maktubni mana shu yaqinlaringiz nomidan sizga o'qib bermoqchimiz. Vaqtingiz bormi? Bor, o'tiribmiz, bormiz. Rahmat onajon, unda biz maktubni o'qiyapmiz. Assalomu alaykum aziz onajonim. Sizni qutlug' 80 yoshga to'lgan tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Alloh taolo sizga sihat salomatlik, uzoq umr, xotirjamlik va baxt saodat ato etsin. Siz biz uchun mehr muhabbat, sabr toqat va ezgulik timsolisiz. Hayotimizga bergan tarbiyangiz, duolaringiz va cheksiz mehringiz uchun sizdan doimo minnatdormiz. 80 yosh muborak bo'lsin, mehribon onajonim. Ilohim farzandlar, nabiralar hamda evaralar ardog'ida, duolari orasida yana ko'plab baxtli yillarni qarshi oling. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan quvonch hech qachon tark etmasin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Aziz va mehribon onajonim deya farzandlaringiz Rahima, Nag'ima, Nodira, Said Rahim va Said, nabirajonlaringiz Said, Marat, Aygul, Baurjan, Ayjan, Saida, Dilafruz, Shuhrat, Jasur, Asil, Rasul, Mansur, Diana, Shahzod, Asad, Abdulla, Aziz, Sarvar hamda Sardorjonlar nomidan ushbu tilaklarimizni qabul aylaysiz deya maktubni yakunlabdilar. Onajon, sizning ham tilaklaringiz bormi mana shu yaqinlaringizga? Rahmat. Marhamat, yo'llashingiz mumkin tilaklaringiz bo'lsa. Bolalarım, neberelerim, Allah'ım benim o'zlarim baxtim, mening baxtim neberelerim. Benim namim cevatırım, nesin nevatırım. Allah'ım bari baxtlı olsun. Qo'shanlarim men qo'shag'arsin. Uylanatınlarım var neberelerim. Xudoyim yaxshi şeylerge kuyov bo'lsin. Ularni ko'rayin. Kızlarım bari baxtlı olsun. O'zlari bo'lsin. Balalarım mening yo'limni bersin. Nebere şöbere ko'rsin Allah'ım. Arkamda yaxshi bo'lib qolsin. Neberelerim Xudodan tilayman, baxtli kunlarni menga nasib qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat onajon, mana shu qimmatli vaqtingizni ayamasdan vaqt ajratib bizni tinglaganingiz uchun yana bir bor bugungi tavallud ayyomingiz qutlug'. 80 yoshingiz muborak bo'lsin onajon. Rahmat, sizlarga ham jig'imdi bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Yaxshi o'tkazing tug'ilgan kunlarni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, barcha juhsin Xudo nasib qilsin. Ilohim inshaalloh aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Onamning duosi meni asraydi Telegram kanaliga obuna bo'ling va yaqinlaringizni biz orqali ovozli tabriklar yordamida xursand qiling. Unutmang, biz doim siz uchun xizmat qilamiz. Baxtim butun aylagan, yo'llarimni poylagan, mani nuqul o'ylagan, onamni tug'ilgan kuni. Yuzlari yorug' oyligim, so'zlari chiroyligim, onam mening boyligim, onamni tug'ilgan kuni. Onamni